Boysun tumanining Avlod mahallasida istiqomat qiluvchi Baxtiyor bobo Ravshanov bog' va tomorqachilik sohasida katta tajribaga ega usta mirishkorlardan sanaladi. Uning kichik tomorqasida bir mavsumda sof 20 million so'mgacha foyda keltiruvchi malinazor ham bor. Bu bog' nafaqat moddiy manba, balki Baxtiyor boboning hayotga bo'lgan muhabbat va mehnatsevarligining yorqin namunasi deyish mumkin. Muxbirimiz Dilnoza Mamaraimovaning lavhasi shu haqda. Baxtiyor bobo nafaqaga chiqqan bo'lsa-da, tinim bilmay mehnat qilishda davom etmoqda. U har kuni tong yorishgandan kun botgunigacha bog'da mehnat qilib, zamonaviy usullar va agrotexnikani qo'llagan holda malina yetishtirishda yuqori natijalarga erishmoqda. Malina nafaqat shirin ta'mi va xushbo'yligi bilan mashhur, balki uning foydali jihatlari ham ko'p. Malina tarkibidagi antioksidantlar organizmni zararli moddalardan himoya qilib, immunitetni mustahkamlaydi. Yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, terini yorqin va sog'lom saqlashga yordam beradi. Bu esa Baxtiyor boboning mehnatini yanada qadrli qiladi, chunki u nafaqat o'z oilasi, balki aholi salomatligi uchun ham foydali mahsulot yetishtirmoqda. Malinani bir 5-6 yil bo'ldi buni ekkanimizga. Juda bir ajoyib ta'mi bor buni. Bu kecha oldingi kun terib oldik buni o'zi. Mana hozir yana mana pishib tayyor bo'libdi. Har 2-3 kunga tersa bo'ladi bu. Hosilini aytganimizda mana shu 1 so'tiq, 1,5 so'tiq yerda agar ekilgan bo'lsa, agar yaxshilab qarab bo'lsa, agar to 500 kilogacha olish mumkin. Buyurtma bo'yicha faqat qilaman. Men bozorga chiqarib sotmayman. O'zlari kelib aytishadi. Menga buncha kerak, 5 kilo kerak, 10 kilo kerak deb. Baxtiyor bobo, malinadan tashqari biz ko'ryapmiz, har xil turdagi mevali daraxtlar ham borligini-da. Qiyin emasmi bu yoshda ham mehnat qilish? Yo'q, qiyin emas. Yerda ishlab berilgan, ko'ryapsiz, pomidorlar ekilgan, masalan, kartoshkalar masalan qozib oldik. Bular ozgina qiynash mumkin, lekin daraxtni bir ekdingizmi, keyin ozgina tayini tebib ozgina ishlab bersangiz, o'g'itsangiz o'zi ketaveradi, ozgina chekan qilasiz. Daraxtlarda ish qiyin emas. Baxtiyor boboning mehnati, irodasi va sadoqati bog'dagi har bir daraxt va niholda namoyon bo'ladi. Uning fidoyiligi nafaqat shaxsiy taraqqiyotga, balki mahalla va butun tuman aholisining farovonligiga xizmat qiladi. Lavhamiz qahramonining hayoti va mehnati bu barchaga mehnat bilan qanday natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatadigan haqiqiy namuna. U 60 yoshida ham tinim bilmay mehnat qilib, oilasiga nafaqat moddiy foyda, balki salomatlik va faol hayot uchun namuna bo'lmoqda. Avlod mahallasi geografik joylashuv jihatidan tog' yonbag'irlarda, tog'larda arasida joylashgan, ob-havosi juda toza, salqin. Bizning mahallamizda 2700 nafar aholi istiqomat qiladi. Bu asosan xonadonlar asalarchilik, bog'dorchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Hozir biz turgan xonadon Ravshanov Baxtiyor akaning xonadoni. Bu xonadonda olmani bir 10 turdan ortiq turi parvarish qilinadi. Qulupnoy, malina, kartoshka, pomidor shunga o'xshagan qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtiriladi. Qahramonimiz kabi insoniyatga samimiy mehnat bilan xizmat qiluvchi fidoyi insonlar jamiyatimizning ma'naviy va iqtisodiy mustahkamligiga xizmat qiladi. Shuning uchun bunday shaxslarni har doim e'tirof etish, qo'llab-quvvatlash, ularning tajribasini yoshlarga o'rgatish juda muhimdir.